Assalomu alaykum. Mening mavzuyim Excel funksiyalari nima? Excel funksiyasi tushunchasi. Avvalo, Excel tushunchasi nima degan savolga to'xtalib o'tsak. Excel tushunchasi bu ma'lum bir vazifani avtomatik tarzda bajaruvchi tayyor formula hisoblanadi. U foydalanuvchining vaqtini tejaydi, hisob-kitoblarni aniq va tez bajarishga yordam beradi. Excel funksiyasi bu oldindan belgilangan matematik yoki mantiqiy amallarni bajaruvchi formula hisoblanadi. Excelda 500 dan ortiq funksiyalar mavjud. Funksiya bu Exceldan oldin tayyorlanadigan matematik buyruq. Bu funksiyalar sonlar bilan ishlashda qo'llaniladi. Eng mashhur matematik funksiyalardan biri bu sum. Sum yig'indini hisoblaydi. Bu formula A1 dan A10 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini hisoblaydi. Argument funksiyada foydalanilgan qiymatlar yoki oraliqlar. Misol uchun, sum funksiyada A1 dan A10 gacha argumentlar hisoblanadi. Bu yerda hozir sizlarga ko'rinib turgan formula chiziqli funksiya deb ataladi. Bu yerda x argument mustaqil o'zgaruvchi, uning qiymatini biz tanlaymiz. Y bo'lsa funksiya bog'liq o'zgaruvchi, u x ga bog'liq holda o'zgaradi. Bu yerda 2 funksiyasi koeffitsient qiyalik, ya'ni x 1 ga oshsa, y 2 ga oshadi. 1 erkin xat, ya'ni x teng 0 ga bo'lsa, y teng 1 ga bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, x ning har bir qiymatiga mos ravishda y teng 2x plus 1 formuliga asosan aniq bitta qiymat topiladi. Formula teng belgisi bilan boshlanadi va hisoblash jarayonini ifodalaydi. Misol uchun, teng A1 plus B1 dagi qiymatlarni qo'shadi. Matematik funksiyalar. Exceldagi eng ko'p ishlatiladigan matematik funksiyalar. Sum yig'indini hisoblaydi. Average o'rtacha qiymat, min va max eng kichik va eng katta qiymat, root sonni yaxlatlaydi. Xo'sh, statik funksiyalar katta ma'lumotlar to'plamini tahlil qilishda qo'llaniladi. Count'a to'ldirilgan kataklarni sanaydi. Countif shartlarga mos qiymatlarni sanaydi. Median shartlarga mos qiymatni topadi. Mantiqiy funksiyalar shartlarga asoslangan hisob-kitob uchun ishlatiladi. Eng mashhurlari if shartlarga qarab natija qaytaradi. Misol uchun, teng if A1 katta kichik 50 o'tdi yoki o'tmadi. Animatsiya qo'llash eslatmasi. Bu slaydda animatsiya qo'shish. PowerPoint'da animatsion bo'limidan bajariladi. Xo'p, mavzu yuzasidan xulosamiz. Excel funksiyalari hisob-kitoblarni tez va aniq bajaradi. Funksiyalar yordamida katta ma'lumotlar tahlil qilish osonlashadi. If, sum, VLOOKUP kabi funksiyalar kundalik ishda eng ko'p qo'llaniladi. Bu bizning slayd bo'yicha foydalanilgan manbalarimiz.